Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hayotimizga psixologiya 10 darsimiz xotirjamlikni meditasyondan izlamaydi. Bu darsimizda xotirjamlikni meditasyonda izlamasak, unda olsa nimadan izlaymiz deyishinglar mumkin. Qani ko'rib boqaylik. Alloh taolo bizni yaratquchi bo'lish sifati bilan, ya'ni insonning nimaga eng ehtiyojli ekanligini Alloh u eng yaxshi bilguchi. Shunlashqa insonning fitrati bilan nimani qilgan chog'da anandan keyin aram topadiganligini uni yaratquchi eng yaxshi bildi. Ya'ni dillarimizning faqat Allohni yod etish bilan aram topadiganligini Alloh taolo Qur'on Karimda Sura 28-oyatda bizga buni deb bergan. Ya'ni dillar faqat Allohni yod etish bilan aram topadi. Oldingi darslarimizda deganga o'xshash, ya'ni insonlarning fitrati bir ibodat shaklini, bir dinni, ya'ni eng yuqorisida Allohni izlayotganligi uchun, Allohni izlaydiganligi uchun shunlashqa mushunda bir ibodat shaklini olgan narsalarga oson xalab qoldi. Oson yaxshi ko'rib qoldi. Inson fitrati bilan oson yaxshi ko'rib qoldi. Shunlashqa agarda musulmon emas birisi meditasyon qilsa, uningki xotirjamlik erishi, uning shunda yaxshi ko'rishi, uning davomlashtirishining sababi fitratning shuni xolaganligida. Endi bizning o'zimizning bir dini bor turib, dinimizning o'zining bir ibodat shakllari va shu orqali Allohni yod etadigan shakllari bor turib, bizning meditasyonni ekilib ishlatishimizning hech hojati yo'q. İnsanın nafsi har vaqt qiyinchilikdan qochadi. Asli nafsimizga qarshi chiqib turib qiyinchilikni yengan bo'lsak, insonda asli iroda shakllanadi. Ammo inson har vaqt rohatni ko'zlaydi, har vaqt rohat yerda bir izda to'xtab qolishni o'ylaganligi uchun irodaning shakllanmaydiganligi shu. Endi meditasyonga ko'ngan nafs ibodatlarda qiyinchilikqa sabr qilib bo'lmaydi deganda meditasyonga ko'ngan bilan ibodatga ko'nganni selishtirib boqaylik. Masalan, meditasyonda jimjit o'ltirib, ko'zingizni yumib, bir kunning xohlagan vaqtlarida 5 minut, 10 minut, hatto 1 soatlargacha muzikalarni qo'yib berdi. Undan keyin sizga deydi, ko'zingizni yuming. Ko'zingizni yumgandan keyin dunyodagi har qanday ishlarni o'ylamang. Siz hozir dunyoda emas. Siz yiningizga, atrofingizga hamma narsalarni unuting. Siz hozir asta o'zingizni bayqayotsiz. Siz hozir dengiz bo'yida va yoki siz hozir osmonda degandek har xil bishoratlar berildi. Bu insonga jim o'tirib unda ko'zini yumib anglash xo'sh yoqdi. Shuning bilan asta-asta bu yerda biz inson bo'lish sifatimiz bilan shunda jimjitlikqa, har qanday insonning jimjitlikda o'zini izlashga ehtiyoji bor. Fitrat buningga ehtiyojli. Shuna o'xshashqa meditasyonmi shu holatni ozdir ko'pdir his qildira olganligi uchun nurg'un odamlarning olqishga erishib ketganligining sababi. Ammo bizning ibodatlarimizning hammasida amaliyotda insonning fitratidagi o'zini izlashi talab qilindi. Ya'ni Alloh taolaning bizning ibodatimizga hech ehtiyoji yo'q. Butun dunyodagi odamlar hech kim namoz o'qimagan taqdirdami Allohning kursini ya yigiz ko'tarib yetmaydi, ya tuvan tushirib yetmaydi. Uningga hech ta'sir olmaydi. Amaliyotda Alloh taolaning insonni ibodatga buyurishi, Alloh taolaning insonni namozga buyurishi, ro'za tutishga buyurishi, zakot, hajga buyurishi hammasining sababi nima degan chog'da inson fitratidan shu ibodatlarni qilgan chog'da eng rohat bir holatga o'talganligi uchun amaliyotda Alloh bizni ibodatga buyurdi. Hargiz bizni bir kunda 5 vaqt cho'potasin, 5 vaqt vaqtini sarf qilsin deganligi, manga ibodat qilsin, manga ibodat qilsa undan keyin men texmi ulug'lanman degan shaklda emas. Hargizmi insonning ibodati bilan Allohningki yuqori o'rlab ketadiganligi sababidan emas, balki insonning o'zi ehtiyojli bo'lganligi uchun Alloh taolo buni bizga buyurdi. Ramazon ro'za tutishni deylik. Amaliyotda ro'ziningki masalan Ramazon ro'zasiningki beshi boshlangan vaqtda hammaylanda ozdir ko'pdir qiyinlish bo'lgan bilan asta-asta o'tganki nayt kunib, nayt rohatlik his qilib, iymonda kuchayib, ya'ni musulmonning 1 yillik energiyasini qachalaydigan, batareyaga energiya qachalaydigan vaqt dal Ramazon. Bu batareya 1 yil ishlatamiz. 1 yil ishlatib Ramazon kelaydiganda zodi hech qanday miqamig'dek alg'i kelib qoldi. Undan keyin Ramazonda yana qachalaymiz. Shunlashqa Ramazonni alohida shaklda bak
bek ahamiyat berib o'tkazishning sababimiz shu. Mayli ro'za tutishdagi qiyinchiliklar bo'lsin, mayli namozni ilaylik. Masalan, namozda biz 5 vaqti bekitilgan farz namoz. 5 vaqt cho'qim vaqti bilan, cho'qim o'xshash shakli bilan, cho'qim butun ixlosimiz bilan o'qishimiz kerak. Ammo meditatsiyonni xohlagan yerda, xohlagan vaqtda, uzun qisqa vaqt, har qanday shaklda qilsa bo'lganligi uchun insonning nafsi meditasyon kunib qolgan chaqda, o chaqda namozning vaqtlari uzun bilinib ketadi, namozning vaqtlari jiq bilinib ketadi, namozga tahorat ilish avarchiq bilinib ketadi degandek amaliyotda bu meditasyonninki mushu ilib kelayotgan azdur ko'pdir rohatligi musulmonga nisbatan nihoyat ziyonli. Musulmonning ibodatdan yiroqlashishiga, musulmonning ibodatdan huzur olmasligiga sababchi bo'lib qoldi. Endi balkim yana so'rashinglar mumkin. Biz mushu Allohni zikr qilib turib, Allohning ism sifatlarini aytib turib yoki duo qilib turib meditasyon qilsa qanday bo'ldigandi deb. Bunda meditasyonlarni anglagan vaqtingizda nihoyat rohat his qilishingiz, nihoyat iymoningiz kuchaygandek his qilib ketishingiz mumkin. Ammo Alloh taolo bizning fitratimizga ibodat qilishni yaxshi ko'radigan va ibodatdan rohatlik topadigan, Alloh taolo bizning fitratimizga Allohni izlaydigan va ibodatdan xotirjamlik his qiladigan bir fitratni yaratdi. Va bu ibodatlarni uyutish uchun bizga payg'ambarlarni avatdi. Va oxirgi payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam bizga ibodatni qanday qilishni o'rgatdi. Shunlashqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga ibodatni qanday qilishni o'rgatgan bo'lsa, demak Alloh buyurgan ibodat shu va shu ibodat bo'yicha qilsak, biz undan eng rohat bir shaklga kela olamiz, eng xotirjamlikka erisha olamiz va eng ixlosimizni topa olamiz. Va shu ixlosimizni topgan chaqda inson undan asta-asta iymon kuchaydi va kuchaygan iymon bilan iymonning lazzatini tetiy oladi. Şuna bu yerda Allohni yod etish cho'qim sunnat bo'yicha bo'lishi kerak. Bu yerda payg'ambarimiz qilmagan meditasyonni, payg'ambarimiz qilmagan ishlarni birsi o'tirg'i chiqarib, meditasyonni biz munda qilsak bo'ldi deb uning bilan buni birlashtirib, yangi bir ibodat shaklini yaratib olsa, bu biz uchun qat'iy to'g'ri bo'lmaydi, qat'iy joiz bo'lmaydi. Shunlashqa buningga qat'iy diqqat qilishimiz kerak. Bizga buyurilgan sunnat bo'yicha ilib berishimiz kerak. Uyg'urlarningki buddizm, mani diniga e'tiqod qilgan vaqtlarida shunchalik darajada acizlashib ketganligi, shunchalik darajada o'zi bilan qolganligi, shunchalik darajada jasurligining tuvallab ketganligi degandek ishlarni misolga keltirdik. Mana meditasyonninki o'tirg'i chiqish sabablarini hozir ozdir ko'pdir bilgan bo'lishinglar mumkin. Ya'ni butun dunyoda balkim oddiy o'ylashingiz mumkin. Bu buddizm deb taraqqiy qilmayotdi, buddizm deb tarqalmayotdi deb. To'g'ri, biz har nuqtadan tafakkur qilib boqaylik. Bu buddistlarninki biz buddizm murtlarini kengaytimiz deb tarqatgan bir din shakli bo'lishi mumkin. Yoki hatto buddist murtlar bilan munosabati yo'q, ammo butun yer shariga ma'lum bir maqsad bilan tarqatilgan bo'lishi mumkin. Qanday maqsad bilan? Hozir insonlar yolg'iz qoldirish psixikasida sinalyapti. Ya'ni qanday butunlay mayli sotsial medialar bo'lsin, butun iste'mol shakli bo'lsin, insonlarni yolg'izlikqa undayapti. Insonlarni har biringlar o'zinglar nihoyat alohida bir kishilar, boshqalar bilan unchalik nima qilib ketmanglar deb yolg'izlik alohida maqtalyapti. Yolg'iz turgan kishilarning turmush shakli bo'lsin, minimalizm degandek nurg'un shunday izmlar, shunday falsafalar insonlarning turmushiga kirish orqali yolg'izlikni yaxshi ko'radigan bir holat shakllanishga boshladi asta-asta. Bu holatning shakllanishi nimaga foydali deganda, shu yer shardagi dunyoni kontrol qilib turgan shu kuchlar, yuqoridagi har qanday kuchlar hamda shu kuchlarningki orzusi shu. Chunki insonlar birlashgan vaqtida, ma'lum bir millatlar birlashgan vaqtida, ummat birlashgan vaqtida qanday bo'lib shu kuchlarga qarshi turib, o'zininki haqiqiy to'g'ri bo'lgan haq yo'lini o'tirg'i chiqara oladi. Ammo insonlar parchalangan vaqtida yolg'iz holatida yashagan vaqtida qanday bo'ldi? O'zi bilan qoldi, o'zining rohati bilan qoldi, o'zining yolg'izligi bilan qoldi. Hargiz bu yerda birlashish, hargiz bu yerda jasurlikdan gap qilib bo'lmay qoldi. Shunlashqa meditasyonning bunchalik holati butun dunyoga tarqalib ketishiningki sababini balkim mencha siz yaxshi tushungan bo'ldingiz deb qarayman. Shunlashqa har qanday narsani faqat men oddiylam xuddi zahirlik chekimlikni men faqat tamaki chekdim deb boshlangan holda boshlangan bo'lsa, men faqat birta tatib boqqandim yo ikki tatib boqqandim deb keyin oxirida xumor bo'lib uningda o'zini uzamay qolganiga o'xshash meditasyon, yoga va bioenergiya deganga o'xshash nurg'un shunday falsafalarning hammasi faqatla sizning aqidangizni buzg'unchilikqa uchirtish, yolg'iz
qoldirishdan boshqa narsa emas. Endi beklam zodi mening mush meditasyondagi nafaslanish mashqi bo'lsin, mushunda qilqi nimalarga bek ilqi qiziqdim, meni haqiqatan bek rohatlatayotgan, bizodi qilsam bo'lmamdi deganlarda psixologiyada nafaslanish mashqi bor. Ya'ni bu nafaslanish mashqini men mayli nafaslanish mashqi bo'lsin yoki ko'zni yumib diqqatni yig'ish mashqi bo'lsin, men normalda grup terapiyasi deb qo'yamiz. Guruhlik davolashlarda ko'p ishlataman. Ya'ni masalan 10 cha yo 20-30 cha kishilar bir yerga kelgan holda ilib berilgan guruhlik davolashlarda masalan maqsad ko'zni yumg'izib turib diqqatini yig'ish maqsad qilindi psixologiyadagi bu holat. Endi nafas mashqini tavsiya qilma. Bu faqatlam qanday mashq degan chaqda mana rasmda ko'rganinglardek nafaslanishni o'pkidan ziyoda diafragmaga berib qo'saqni ko'ptirish, qo'saqni chiqarish, undan keyin nafas qaytargan chaqda qo'saqni besish va nafasni qaytarish. Bu orqali inson ya'ni butunlay nafasga diqqat berildi va ya'ni jiddiylashish azaydi. Noyibek jiddiyalashib ketgan chaqda yoki nurg'un vaqtlarda mush nafaslanish mashqini qilsak bo'ldi. Hattoki tug'utda mening ham chevar qizimdagi darsimda tug'utniki har xil bosqichlari bo'ldi. Har xil bosqichlarda har xil nafaslanish mashqlari bor. Shu mashqlarning tug'ut og'riqini sezish jihati biroz bo'lsa-mu yengillatadigan foydasi bo'ldi. Biz meditasyon yogalarniki tarixiy va bularniki oq ko'rinishi va bularning qanday bir falsafa ekanligini o'rganish orqali bugungi darsimizda ya'ni insonningki aqidasi burilib ketganda, insonning aqidasi buzilib ketgan chaqda inson shu dunyoni kontrol qilayotgan insonlar tarafidan yolg'iz qoldirilgan shu psixikaga duchor bo'lgan chaqda faqatla o'zi bilan qoldiganligi, faqat o'z olimiz bilan qolgan chaqda, faqatla o'zimizning rohatligi, faqatla o'zimizning xotirjamligini o'ylagan vaqtimizda Sharq Turkistonning mustaqilligini hargiz o'ylamaymiz. Chunki u bir jafo ish. Chunki u hammaylar bir yerga kelib, hammaylar birlikda tirishadigan jafo mushaqqat bilan borliq keladigan bir jarayon. Hargiz o'tirib rohatlanib suradigan jarayon emas. Shunlashqa har qanday ish qilgan vaqtimizda har qanday yangi nazariyalar, yangi falsafalar, yangi bir ishlar hayotimizga kirgan vaqtida buni bir izlanib yiqishni, buni izlanib yiqib, undan keyin uning ichiga kirishni o'ylanib baqsaq bo'ldi. Amsa hammalar o'zinglarni asranglar. Allohga emanet.